Hem o siz degandek şu kripto, şu bitcoin, şu her xil. Muşlarning bu Türkiye'de mi dünyanın her qaysi joylarida mı siz abay dediniz hem de qandaq insanlarni tuzaq tushirdiganligini. Bunu mu agahlantirish kerak bo'lgan bir masala ekan bu şu bu telefonda har xil e'lon chiqib turdi hamda şu ani tushirib Doğru. bu haqsiz ichiga 100 so'm qo'ysang yoki $100 qo'ysang $1000 bir narsa elish setish haqqini beramiz deb. Yani bunu mu cho'ng tuzaq ekanligini agahlantirish kerak bo'lgan masala ekan bu shunami? Doğru. Bu haddidan ziyoda ortiq pul topadigan yoki bo'lmasa bir jalb qilish kuchini kuchli bo'lgan bir narsaning keynida cho'qim bir to'zaq bor. Chunki osmondan bekaga bir nima tushib qolmaydi. Nurg'un odamlar bor. Masalan, bizniki shu chog'dagi bir ish qilish nima shu qanday qilganimizni so'zlab o'tsam men. Biz avval bir sizlar tanishimiz dedik shunaqa. Onunğa endi biz do'st bo'lish jarayonida o'zimizning nihoyat boy-boy shodligini uning pesh qilamiz. U bizga havas qiladi. Havas qilgandan keyin biz patpat voy buga anda pul topdim, manda pul topdim deymiz. Öyle patatmayla manda pul tep ketdim, manda pul tep ketdim deyadigan, voy men qilsam bo'pti ekan degaga keladi. U qiltaq tushishning birinchi bosqichi shu endi. Xo'sh. Men qilsam bo'pti ekan deb shu pul etishni boshlagandan keyin la, bo'ldi u pulni qaytarib aytishni o'ylashmasin bo'ladi. O nur özü nemişka özü bir belen tepatkan pulni nemişka men seni pul tapqızıp qo'yay deydi. Qanda bir pul tepatkan adam ilqi maya deb pul yaxshi pul va bil topili deydi. Adam ko'rmagan adam ko'rmagan birisiga. Şuna telefonda tanışkan, torda tanışkan her qanda bir adam pulning lam gepini qilsa ayada. Az yutish kerak. Yuqori so'mmadiki, pul keladigan, osonlan pul keladigan bir ish, keyinda uni bir cho'qim to'zaq bor. Agar u ish rost bo'ladigan ish bo'lsa, u ishni qilish navbati tegmaydi shularga. To'g'ri zodi. Hatta men shu joqda anglagan, Turkiyaning pulini aldaydiganlarmi bor ekan deb. Shu joqda men ancha-muncha xabar anglab qolgan birisidan Uyg'urning pulini aldab ketibdi deb. Nima degan sabırlik bu? To'g'ri zodi.